Dadasi tayyor. Oching. Yo'q, uyalaman. Boshqa bironta medsestra chaqirsak bo'lmaydimi? Mendan uyalasiz boshqaga ko'rsatasizmi? Qani tez bo'ling. Anaqa qayerda o'qiganman deganding? Ha, 3 oylik kursda, zauchniy. Xavotir olmang, men ukol qilishni bilaman. Почти. Почти? Aytgancha, siz boya menga jahl qilib gapirdingizmi? Senga sizga gapirmadim. Kelin, davlinamni o'lchab qo'ying. Xo'p bo'ladi, 20 ming bo'ladi oyijon. Nima? Voy, uzr, o'rganib qolmanda. Kelin, yaxshi ekanman. Endi nima qilishim kerak? Voy, sizga umuman asabiylash mumkin emas, oyijon. Uylar ivirsib tursa ham, kirlar yuvilmasa ham, ovqatlar kechga qolib ketsa ham, umuman asabiylashmang. Xo'p. Dadasi, bozorda olib keladiganlaringizni ro'yxatini yozdim. Nima bu? Men xitoycha tushunmayman. Voy, bu xitoycha emas bu. Mana kartoshka, sabzi, piyoz, guruch, pampers ham yozganman. Shu pampersmi? Mana shu bitta chiziq pampersmi? Kelin, qo'lingizdan bir achchiqqina mastava ichaylik. Siz avval men bergan dorilarni iching, ular ham achchiqqina, oyijon. Uni buni qo'ying dadasi. Haligi cherepnim ko'tarilib ketgandan keyin hech o'zimga kela olmayapman. Magniy kalsiyni birlashtirib ichadigan bo'lsa, mana o'z soch tomirlarim kapsulalariga ham ancha foydasi bo'ladi. Temir yetishmayapti. O'zbekcha gapi? Go'shtlik yeb turaylik, maylimi? Hay, opa, to'xtang, siz kimga ekan? Ha, kelin, o'zim uyimga kirsam maylimi? Uzr, oyijon, yana o'rganib qolmanda. Ovqating tayyormi? Ko'rmayapsizmi odam ko'pligini dadasi? Sen ovqatga qarab, men qarayman kasallaga. Voy, jinnimisiz? O'qimagansiz-ku? Hozir o'qish shart emas. Kimda navbati? Meni. Yo'q, apaniki. Qayerdan keldilaring? Yangiyo'ldan. Bormi og'riq? Shake, madam, shake. Madam, shake.